Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizde bugün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen boğan hamralık, buraderçilik hakkında ve şundakla Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen xil sorularda birgi boğan ötmüşleri ve faaliyetleri tanıştırıldı. قال العلماء صاحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه سفرا ولا حزرا إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج فيه من حج أو غزو. Ulemalar şundak deydi ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen ta Müslüman boğa vakıtını tatip ölüp ketkiçilik hiç qanday bir ayrılmay Resulullah'a hamra boğan. Ne sefer vaxtida, ne muşu özünki muşu muqim turvatqa o'rnida bo'lsin Resulullah'dan qat'iy ayrılıp baqqan emas. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam ma'lum bir ishlarga buyurgan bo'lsa, ya haj olsun, ya urush olsun chiqishga ruxsat qilgan bo'lsa, bu vaqtda ayrilib turgan. Va shundaqla Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan birga hamma urushlarga, urush faoliyatlari, jihodiy faoliyatlar yoki ishg'oliyat harakatlar bo'lsin, hammaga fatih harakatlarga birga qatnashgan deydi. Hatto Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilgan, oilasini, dadasini, bolalarini hammasini tashlab qo'yib, buning hammasini nima uchun degan vaqtida Alloh va Allohning rasulini sevganlik uchun. Shundaqla Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki shu hijrat qilgan vaqtdagi g'ordagi birdan bir hamroyi Abu Bakr Siddiq edi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda bundoq deydi: g'ordagi İşgeylenlik ikincisi yani şu idi dedi yani. Yani öz dostuğa şu vaqtida yoki hamroyiga qayg'urma, cho'qim Alloh bizlar birga degan mush oyat. Yani demak Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida Alloh subhanahu va taolo tarafidan Abu Bakrniki bu sadoqatini kuylab tushirilgan bir oyat. Shundaqla Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Peygamber sallallohu alayhi vasallamga necha o'rinlarda Resulullahga yordam bergan, Resulullahga g'amxo'rlik qilgan kishilarning biri. Bu kishiniki Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan turli urushlarda, turli faoliyatlarda ajoyib sarxil isil ish izlari bor. Hatto Uhud kuni bo'lsin, mayli Hunayn kuni bo'lsin. Hunayn kuni degan narsak Toifda bo'lgan bir urushniki bir kuni, yani Peygamberimiz Mekke'ni fetih bo'lgandan keyin Toifga chiqqan. Toifga chiqishdan oldida Hunayn degan bir rayonda bir jilg'ida urush bo'lgan. Shu kuni demoqchi. Kishilarning hammasi qochib ketsa-mo Peygamberimizni tashlab. Lekin Rasulullohniki shunda o'tdak bir urush qizilayotgan o'rinda Peygamber sallallohu alayhi vasallamni tashlamay shu yerda mustahkam turgan kishilarniki biri. Bu Abu Bakr Siddiqniki shijoati degan bobda bu vaqtdan nurg'un to'xtalib o'tamiz. İbn Asakir rahmetullahi aleyhinki Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'dan bayon qilgan bir so'zida farishtalarning hammasi Badr kuni bir-biriga ait bishorat, bir xushallik tilashdi-da, bir tabassum yoki bir tabriknoma degandek bir o'zaro. Shu vaqtda ular o'zaro deyishgan deydi farishtalar. Abu Bakr Siddiqni Rasululloh alayhi bu payg'ambarimiz bilan yani Muhammed Aleyhisselam bilan shu chidirda turdi, do'nglikda chidirda turdi deb shundaq degan. Hamda Imom Ahmad, Abu Ya'la, Hakim qatorliq olimlar Ali radhiyallohu anhudan bayon qilgan bir so'zda mundaq deyishgan. Menga Peygamber sallallohu alayhi vasallam Badr kuni va Abu Bakrga mundaq degan edi dedi. Ikkiinglarning biri bilan Jibril, ya'ni biringlar bilan Mikail bor deb shundaq degan. Badr kuni hamda farishtalarniki tushganligi haqida hamda oyat bor, Qur'on bor, Qur'ondan nurun uning qarta oyatlar bor. Bu qat'iy naytliqi shaksiz iymon etilgan hadislarning biri bu. Yani bu İbn Asakir degan bu olim İbn Sirindan rivoyat qilib bundoq degan. Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq, bu Abu Bakr Siddiqning o'g'li. Bu kishi dadasi bilan otasi bilan musulmon bo'lmagan. Bu kishi keyin musulmon bo'lgan. Bu Badr kuni mushriklarning sepida, yani musulmonlarga qarshi mushriklar sepida urush qildi-da. Lekin bu odam kim musulmon bo'lgan vaqtida dadasiga debdi. Bu Badr kuni shu mening udlimga kelib qadilib turib olding. Ya men shunga men seni qachonda nerketdim, sen bilan urush qilmadim degan vaqtida Abu Bakr o'g'liga shunaq degan ekan. Agar mening oldimga udil robri kelib qolgan bo'lsang, sendan hargiz o'zimni qochirmaydim. Ya'ni o'zi qilmaydim demoqchi-da.
İbn Qutaybiya degan adam mushadiki ishlatilgan lug'atdagi ahdab degan so'zni bunda ashrafda deb ishlatgan. Ashrafda degan bunda udul chiqish yoki udul ko'rinish yoki ko'zga bakrak chiliqish degan mazmunda. Masalan, egiz binonimi hadab deymizda, ko'zga ko'ringan binonimi hadab degan lug'atni ishlatamiz. Demak, bu yerda hamda buningda bir Abu Bakr Siddiqniki Allah yo'lida, o'z payg'ambar yo'lida, o'z Madinadan iborat degan qurilgan davlati shu o'ziniki shu vatan yo'lida, hatto o'ziniki o'g'lig'imi, o'zining sulbidan bo'lgan o'g'lig'imi o'zi qilmaganligi bu Abu Bakr Siddiqniki payg'ambarimiz bilan bo'lgan haqiqiy munda sadoqatiniki bir bishorati va belgisi hamda. Faslun fi shijaatihi va annahu ashja'us sahaba. Hamda mav bölümde bo'lsa Abu Bakr Siddiqniki boturligi haqida ma'lum bir so'zlarni qilmoqchi Jaloliddin Suyuti. Va shundaqla bu kishi deydi, Abu Bakr Siddiq sahobalar ichidagi eng botur, shijoatli sahobalarniki bir edi. İmam Bazzar degan olim o'zining Musnad nomli kitobida Ali radhiyallohu anhudan bayon qilib, Ali radhiyallohu anhu shundaq degan ekan: "Men kishilarning ichida eng botur odam kim u menga deb beringlar" degan ekan, ular sen debdi. Degandikin, yo'q, men bir odam bilan ro'bro'mda maydon jangi chiqib qolsam, tang bo'lib qolaman. Lekin menga zodi kim botur shuni bir deb beringlar degandikin, ular bilmaymiz. Undaq kim deb so'rabdi-da. Degandikin Ali radhiyallohu anhu Abu Bakr deb javob beribdi. Chunki u Badr kun bo'lgan vaqtida biz payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun igizrak yaga bir chidirda bir kichikroq kapı yasab berdik dedi. Shuning bilan biz dedikki, endi Rasulullohlar kim hamroh bo'lib shu kapıda billa turib Rasulullohni qo'g'dab turdi. Mushriklardan birasi hamda yov o'q bilan yoki boshqa yerdan kelib Rasulullohga qo'l uzib qolmasin deb shunday deyishdi. Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr Rasulullohni qishib bir odam shu kafirlardan birisi yaqinlashib kelib bo'lsa, qilichini yalang'achlagan peti shu kep bo'ladi deydi. Hech qanday odam yaqin yo'lanmaydi. Kep qaslam Abu Bakr darhol shuning qishida paydo bo'ladi dedi. Demak, eng botur kishi men Abu Bakr Siddiq dedi. Demak, endi bu urush ataga sahobalar tunji qatim urush qilishi, bu Badr urushi, bu maydonga ko'ngan emas, bu maydon jangiga ko'ngan emas. Demak, buningda gangrash bo'ladi umum sahobalarda. Demak, Abu Bakr bu yerda nihoyatda zo'r boturlik ko'rsatgan. Bu yerdagi hamda shijoat asosan shu yurakda bo'ladi hamda. Yurakda shijoat bo'lgan vaqtida musulmon o'ziniki umumiy qo'rqinchisini tashlab bu boshqa bir kuchga aylanadigan gap. Ya'ni Ali deydi buning agashma qilib. Men payg'ambar islomni ko'rib turyapman dedi. Qurayshlar birsi ma tarafdan keladi, birsi ma tarafdan keladi. Birsi kelib Rasulullohni urman deb bir narsa tanglaydi, birsi kelib Rasulullohni xo'rlab ayiblaydi. Ular deydiki, sen necha ilohni bir iloh qilib qo'yding ya deb Rasulullohga qoyibati dedi. Shunday yana Allohning nomi bilan qasamki deydi Ali radhiyallohu anhu. Ay bir odam yiqilish kep bo'g'ichi Abu Bakr uni urayotgan, man urayotgan, buni deshkishlayotgan hech kim yani yaqin keltirmaydi demoqchi-da men so'zin. Yani u deb vaylakum voy isit. Mening Parvardigorim Alloh degan bir odam bilan sizlar urushamsizlar deb mushta deyotdi deydi. Ondan Ali 3 bir tonni ko'tarib yig'lab ketdi, hatto soqollari yo'lolab dediki, Allohning nomi bilan sizlardan so'rab boqay, bu Piravin oilasiga mu'minlarni yaxshimi yoki Abu Bakr yaxshimi degan kishilar hammasi jim turdi. Shu vaqtda Ali roziyallohu anhu javob bermamsizlar dedi. Qayt turiblar. Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakrniki ma'lum bir kundagi ma'lum vaqt, bir vaqti Piravin oilasiga mu'minlardan yaxshi. Bu Piravin ailesikiler o'zining imonini yo'shirib yashaganlar. Lekin bu odam o'zining imonini oshkora e'lon qilib yashagan odam deb bu selishtirmani bayon qildi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi Urvat ibn Zubayrdan rivoyat qilgan bir so'zda. Urvat ibn Zubayr degan kim bo'lsa, payg'ambarimizning bajisi Zubayr ibn Avvomningki o'g'li bo'ldi. Bu kishi dediki, so'rdim men Abdullah ibn Umar ibn As'dan dedi.
Abdullah ibn Ömür ibn As deganmi? Mekkadagi dаңlıq Qurayshlardan bo'lgan Ömür ibn As degan Misrning ayni vaqtdagi cho'ng qo'mondonlardan bo'ldi. Shuning o'g'limda. Bu odamdan so'rdim. Mushriklar payg'ambarimizga qanday ishlarni qilgan, eng ig'irini bir deb boqqin desam, bu kishi dediki, Uqbat ibn Abi Muayt degan kafir bu Qurayshlardan. Payg'ambarimizdagi qishiq bir qins kelganlikni ko'rdim. Payg'ambarimiz namoz o'qiyotgan vaqtda bu Mekkadagi holatida. Shunlar o'ziniki ridosini, ya'ni uzun ko'ynikida elib payg'ambarimizning bo'yniga shunda qo'yib, ash rido bilan payg'ambarimizni ching bo'g'ib etdi-da. Bo'g'ib etgandan keyin Abu Bakr kelib, uni ittirib payg'ambarimizni qutqazdi. Shuna vaqtida bundoq degan: "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallohu va qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Sizlarga Alloh tarafidan ochiq dalil isbotliq hujjatlarni elib kelgan va mening Parvardigorim faqat va Alloh degan kishilarni sizlar o'ltiramsizlar debmish gapni deganda. Haysam ibn Kulayb o'zining Musnad nomli kitobida Abu Bakrdan rivoyat qilgan bir so'zda mundoq degan: Uhud kuni bo'lgan vaqtda kishilarning hammasi Rasulullohdan qochib ketdi-da, taraf-tarafliga shaydik avvalning aytdi, qo'rqinchliqdan. Shunlar men tunji qitim g'animat chiqqan odam men bo'libdim dedi. Demak bu yerda qolganlar urush to'xtagandan keyin qolganlar u yoq taraf-taraf qochib ketgan. Ya'ni payg'ambarimizning og'rilmag'achqa shunga bu tunji qitim bu yerda g'animat chiqqanligini demoqchida. Bu hadisdagi bayonot to'liqlamasi keyin keladi. İbn Asakir yana Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilinishicha, Ayşe radhiyallohu anha shunday degan: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ashablar bir kun to'plashdi dedi Makkaga. Bu tunji qitim shu Mekkadagi musulmonlarniki oz vaqtda. Ular shu vaqtida 38 odamga. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga da'vat bir oshkor bo'layli, o'zimiz oshkorlayli deb Rasulullohga da'vat. Shunda payg'ambarimiz Abu Bakr bizda oz tursaq degan vaqtda Abu Bakr yana qaytlab Rasulullohga yana da'vat. Shunda payg'ambarimiz oshkor maydonga chiqdi. Musulmonlar masjidniki, ya'ni Ka'badagi atrofidagi taraf-taraflik bo'linib turdi. Har bir odam o'ziniki jamoat bilan hamda. O jamoat bilan degani hamda shu o'zing mushrik qoldir bilanda. Abu Bakr shu vaqtida kishilarning ostida qo'pib so'z qilib, tunji qitim Allohning rasuliga hamda oshkora xutba qilgan, so'z qilgan bir natq odamniki biri. Mushriklar shuning bilan Abu Bakr va musulmonlar qo'zg'olib chiqib, taraf-tarafdagi musulmonlarni va Abu Bakrni urishga boshladi. Bular qattiq urib ketdi-da, lekin bu hadisniki to'liqlamasini Umar roziyallohu anhuniki tarjimalda yani bayon qilib o'tamiz. Ibn Asakir rahmatullohi alayhi roziyallohu anhu deb bayon qilishicha yana mundaq degan: Abu Bakr musulmon bo'lgan vaqtida o'zing musulmonligini ochiq oshkorlagan va Allohning rasuliga tunji bo'lib ochiq oshkora da'vatni boshlagan odamning bir edi deb shunday deydi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.